Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz yana o'sha akkauntlarni ko'rib chiqamiz. Bugungi videoda men yangi o'yinchi olib qo'yganman sizlar uchun. Mana bu Laymer ismli futbolchi. O'sha akkauntning yana bir qismi bu. Sizlar bilan yana bugun e'tiboringizda Denis Valiyev bo'ladi. Qani ketdi. Birinchi o'rinda akkauntni joylashtirib olamiz. Men Ashraf Hakimi o'rniga bilmadim akkaunt qanchalik zo'r chiqadi bunday. Mana shunday tarkib bilan o'yin bo'ladigan bo'lsa, shunchaki taqdir. Laymer mana shunday ko'rinishda bizga yetib kelgan. Mana juda yaxshi futbolchi. Bugun mana shunday tarkib bilan o'yin o'ynab ko'ramiz. O'yinda eng muhim hech yoqi kesilmaydi. Hamma narsasi o'shanday qilib ko'rsatiladi, hattoki reklamalargacha. It's a good old 4-3-5-2 formation, aiming to control the game by occupying the middle of the pitch. Now it's Salamakers. Cunha in possession. Bizga chaqirib olib, shunchaki hammadan uzr so'rayman. Ancha to'xtalish bo'lib qoldi orada. Video o'chib qoldi bilmagan holatda. O'sha to'g'rilab ketamiz. Hozircha hisob 2-0. O'sha Mbappening golini ko'rsatgan bo'lishim kerak. Agar o'tishgan bo'lsa yangilashtirmoqchi emasman, chunki Kenan yo'lda juda yaxshi futbolchi. Mavsum kashfiyoti deya topilgan. Bu qadar soni hozir to'p bilan mavsum kashfiyoti deb topilmagan. Aynan ona shu reytingda hatto zaxirada ham yo'q edi. Eng alam qiladiganini bizga shu bo'ladi. Hatto zaxirada ham yo'q. O'zbek o'g'lonidan chempioni hayatiga chiqqan futbolchi. Mateus aytib qo'yaman, o'zi shunday pul holatiga kelar ekan. Pul holati 82 daraja ekan. Undan boshqa kuchaymadi. O'zimga o'xshagan, ya'ni yosh blogerlarga viza tashlamoqchiman. Meni yutgan odamga bittasi ana shu akkauntni berib yuboraman, bilasizmi? He's racing ahead with the ball. The fans are on their feet. Maignan to the rescue. Maignan yaxshi qildim. Shot through. Equalizes goal score. That match looks like it's still wide open. Mateus Cunha on the ball. Mateus Cunha yaxshi harakat qildi hozir. Signs of approval coming from the manager. His side have put in a good shift today. Check. It's with Ricci. Estupinian with the ball. Yani,
do'stlar, bugun hozir biz menga bitta fikr kelib qoldi. Mateus Cunha va Laymerni solishtirib ko'rmoqchiman. Ya'ni penaltilar seriyasi qilamiz. 5 dan tepishadi, keyin 5 dan jarima zarbasi tepishadi. Kim yaxshiroq va ko'p gol ursa, ana shu futbolchini yaxshi deb topamiz. Qani, birinchi o'rinda esa penalti tepiladi. Laymer birinchi boshlar ekan. Laymer qani? Laymerda bir bal yaxshi. To'plam qo'yishdi. Mateus Cunha ikkalasi yomon turibdi. Buni nima bo'ladi? Markaziga panikasi o'xshadi. Laymer diktatga Laymerning zarba. Voy, ajoyib Laymerning zarbasi. Zarba hozir 2-2, ya'ni bo'lmaganini anglamoqda. Mateus urolmayapti. Uchu 2 hisobda Mateus olgan. To'rtinchi zarbasini yo'lladi Dorot tomon. Yo'q. Hozir Mateus Cunha olmasa, o'yin g'olibi Laymer bo'ladi. Hisob 4-2 va Cunha olmadi. 4-2 hisobida g'alaba qozondi va endi bu yo'g'i jarima zarbalariga. Jarima zarbasini birinchi tepadigan, 5 ta tepadigan Laymer. Laymerni 5 ga qo'shadimi yo'q? Erling Haalandni yo'q. Dortmund zarbasi. Ancha 3 ta zarba bo'ldi. Mana bu uchinchisi. To'rtinchi pushka yana unutmadi. Mana beshinchi pushka nima bo'ladi ekan? Yana endi esa Mateus Cunha futbolchi. Paslar ham 4-2 hisobda mag'lub etyapti futbol hozircha. Zarba. Zarbasi. Mana to'pni chiqarlar mumkin. Uchinchi pushasi bu. So'nggi zarbasi. Laymer bo'ladi. Laymerni ko'pchilik taniydi, shuning uchun hozir Laymer bo'lsa Alise bilan Viniciusni solishtiramiz. Agar qaysi biri yutsa, Mateus bilan keyin Yıldız. Birinchi o'rinda Vini va to'g'ri tepadi. Alise boshlaydi. Bitta bilan Alise
Belki zarbadan bitta gol. İkincisini yolladım zorla. Alice'nin çok formada bu yılda pek olmasını bildi. Bu kadar çok takılan Alice zayıfında bana zava mesela. 5 tane 3 de gol xolos va endi winni boshlaymiz. Birinchi zarbasida yo'q, save. Zarbaning va Vinicius ekstradan gol olmasa, uning 3 tasini ura olmasa, o'zi ketadi. Kuchli zarbalarni ko'rsatsa, menimcha pishdi o'yini. Unda o'sha zarbalar o'tib qolmasa, chunki hozir 3 ta zarbadan gol yo'q. 4-chisida bitta, 4tadan bitta. Bunaqa statistikada pastga 4 ta zarbadan bitta gol. Yomon statistika desak ham bo'laveradi. Mana 5 tadan bitta. Endi shu bilan qo'shib ketaveradi. O'sha gollariga birinchi zarbasi Ermon qoldi. Ikkinchi zarbasi Kimisinden dikkatle çalışacağım. İşte bitta gol bor. Va uronmaga afsuski. Va endigi finalda yangi bosqichda ko'rmoqchi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Menga kim obuna bo'lib like bosib videolarni qo'llab-quvvatlab turgan bo'lsa, unga men tekin tanga va sezon ochib beraman. Shuning uchun menga podpiska bosib qo'ying. Hammangizga rahmat. Keyingi qismlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, hech kimga o'ting. Sog' bo'lasiz.